ketadi. Keyin har bir yilda 3 tadan shox chiqaradi. 3 tadan shox chiqaradi. 3 tadan shox chiqaradi. Buni umrini bilaman desangiz, mana sanab chiqasizda 3 ga bo'lasiz. Yana 4-5 yil qo'shasiz, shunda umriga chiqadi. O'zi asosan 40 yildan 100 yilgacha yashaydi, undan o'tmaydi. Xurmo. Bir soganda 20 kilodan 300 kilogacha soladi. Allohu akbar. 300 kilogacha soladi. Bu odam alayhissalom yer yuziga tushganda eng birinchi ekkan ko'chatlari ham shu bo'lgan. Subhanalloh. Odamga o'xshagan daraxt. Odamga o'xshagan daraxt, hamma narsasi odamga o'xshaydi. Hattoki changi bor, chang. Changini hidlab ko'rsangiz, erkakda urug'ini hidiga o'xshaydi. Allohu akbar. O'z. Chunki bepushtlarga buni berishadi, changini berishadi. Allohu akbar. Ikkala asalga aralashtirib, o'sha changini bersangiz bepushtlar. Ha, nima naxlamini termida? Talon naxlamini. Ha. Deydi, o'sha narsasi bor, budraz deyishadi. Hamma narsasi bor. Injiqligan odamga o'xshaydi. Qarasham qiyin. Odam injiq bo'ladi. Keyin buni danagini yerga tashlasangiz, danagidan chiqmaydi. Yonida o'z bolachalari chiqadi. Mana kichkina bolachalari bo'ladi, ko'rasizmi? Bolachalar chiqadi, yonida danagini tashlasang, danagidan chiqmaydi. Hamma narsasi foydali. Mana bu orasidagi narsasi bor mana, masat deydi. Ijidi hablum min masat. Masat degan narsa mana shu. Buni suvga bo'ktirib qo'yishadi-da, mana shunda arqon to'qishgan. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi karavotlarni ko'rasiz borganda, o'sha mana shundan to'qilgan. Biron narsasi foyda olgan, isloh bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yostiqlarning ichida machalkasi ham shunday bo'lgan. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu keladilarda bo'yinlari qizarib ketgan holatda ko'radilar, dedi, "Ya Rasululloh, siz sarvari koinot bo'lsangiz, payg'ambar bo'lsangiz, hali Rum, Fors podsholari maza qilib har yoqda yotibdi. Siz yotgan narsangizni qarang" deydilar-da. "Ey Umar, bizga jannat, ularga dunyo bo'lishi ona emasmi?" dedi, kishi yig'laydi. Umar roziyallohu anhu o'zlari ham xalifa bo'lganlarida butun dunyoning mol-mulki Madinaga oqib keladi-da. Hamma joyda mol-mulk Madinaga oqib keladi. Lekin Umar Xattob o'sha nima holatda yasharkan. Keyin sahobalar aytishadiki, hali chet davlatlarda elchilar kelyapti, podsholar vakillari kelyapti, uyalyapmiz deyishadi. Shunday holatda ko'rsatgan uyalyapsa, podshomiz haliga yaxshilab chiroyli kiyintiraylik, brend qilib deydi. Kim aytadi buni, kim jur'at qila oladi deydi. Qizlarga aytaylik, qizlar aytsinlar deydi. Hafsa onamiz keyin borib turib, ming andisha bilan dadajon dedi, endi Rasululloh zamonlarida qolgan haligi kambag'alchilik kunlari o'tdi endi deydi. Sal o'zingizga qarang. Uylarni remont qilaylik, pardalarni o'zgartirib, kraska qilaylik. O'zlar termini qaraylik, qizim Hafsa deydilar. Shu gaplarni menga aytyapsizmi deydi. Siz Rasululloh bilan bir yostiqqa bosh qo'ygansiz, qanday yashaganini bilasizlar deydi. Bir oylab qozonlar qaynamaganini ham bilasizlar deydi. Sahobiylar Asma onamiz borlar-ku, Oysha onamiz ochchalar, ota bir ona boshqa. O'sha kishi aytadilarki, Madinada farzandli bo'ldim deydilar. Farzand ko'rdim deydilar, Abdullohni deydilar. O'shani bolani tanglayini ko'tarishlik uchun deydilar, bir dona xurmo topolmadi deydilar. Subhanalloh. O'sha farzandni tanglayini ko'targani bir dona xurmo topolmadi deydilar. Sahobiylar biz yerga tashlaydigan xurmoni olib 3 kunlab danagini so'rib yurgan kunlari bo'ldi. Biz endi qo'y o'g'odan boshdan kelib qolsa, yeymiz, qolmasa o'sha deydilar, Rasululloh qanday hayot kechirganini bilasizlar deydilar. Biz Rasululloh, Abu Bakr uchalan bitta odamiz deydilar. Ikkalalar manzilga yetib oldi, bitta men qoldi deydilar. Qizim menga bu gapni boshqa aytganda yig'lagan. Allohu akbar. Ana asos foydalari xurmo. Rasululloh asosiy taomlari nima bo'lgan? Xurmo bilan asvadan degan-ku. Suv bilan xurmo edi degan. Bulardan hozir yaqin-yaqingacha echkini suti, suv shu bo'ladi. Asosan dengizdan uzoqda yashaganlar dengizdagi baliq yeyolmaganlar. Lekin baliqdagi hamma vitaminni Alloh taolo xurmoga bergan. Allohu akbar. Insonning jismiga kerak bo'lgan hamma vitamin bor-da, temir moddasi, kalsium, fosfor, boshqa hammasi. Hattoki Alloh taolo Maryam onamizga nima deyapti? Va huzzili. Xurmoni silkiting deyapti, sizga rutob tushadi. Rutob, haligi o'rik tutganingizda birinchi g'o'ra bo'ladi, keyin sarg'ayib pishadi, keyin qoqiga aylanib turshak bo'ladi. Rutob o'sha yangi o'rikni sarg'aygan pishganda, u yumshoq bo'ladi, uni muzlatgichda saqlash kerak. Shunday rutob shunday zo'r narsa, yevrasi yumshoq bo'lgancha ketaveradi. Imom Muslim rahimahulloh ilmga sho'ng'ib ketganlarda bir kechada birlagan deb bo'kib o'lib qolganlarda. Aynan asha ya jariya deydilar, yeb bo'ldingizku deydilarda. Yeb qo'ydimmi deydi. Shirin narsa-da. Alloh taolo ham biz yangi tug'ilgan ayollarga atalab beramizku, yo'qotgan bu joyda rutob berishadi. Chunki insonning jasadiga kerak hamma narsa bor. Allohu akbar. Har yana bitta sababi, foydasi. Mana bu xurmoni ko'ryapsan, buni silkitib bo'lam. 10 ta baqat odam kelsa ham silkitib olmaydi. Tabiin babi avlad nima edi? Alloh taolo yangi tug'ilgan ayol uni hech qachon silkitib olmaydi.
to'g'rimi? Alloh taolo aytayaptiki, sababini qilgin deb. Omma pesh og'zimga tushib yotavermagin. Sal harakating sababini qilgin. Bo'lmasa Alloh taolo olib qo'ysa ham bo'ladi, to'g'rimi? Og'zini ochib tursa, shuni og'ziga solib qo'ysa ham bo'ladi. Unday emas, sababini olib deyapti. Subhanalloh. Alloh hamma narsasi foydali. İşte dehqon talashib qolibdi-da, Suriyalik bilan Iroqliklar xurmochi bo'ladi. Iroqda 300 dan oshiq turi bor xurmo. Mashallah. Ba'zi viloyatlarda 1 yilda 2 marta hosil beradi, uni bilmadim, lekin haqiqatda 300 dan oshiq turi bor. Biz olmalarga o'xshab ularda xurmosi ko'p, basralarda, haligilarda. Suriyalik zaytunchi, ikkala talashib qolishdi. Qaysi biri afzal, xurmomi, zaytunmi deb. Bitta fazilan sanab ketaylik, sanab oxiri borib turib taqalib qolishdi danaga. Xurmochi aytdi, biz buni danagini olib debdi, buni tuyib mol qo'ylarga beramiz. Sahr kasalliklar bor-ku, eng zo'r narsa sahr kasalligi, qand kasalligi. Shunaqalarga beramiz degan ekan, yo biz buni tashlab yuboramiz degan ekan. Xurmo zaytunchi bir danagini tashlab yuboramiz. Hamma narsasi foydali, biron narsasi. Subhanalloh. Masjidlar mana shunday bo'lgan. Tomlarni bu bilan yopishgan. Asosan nimaga o'xshatganlar buni? Mo'minga o'xshagan qishin yozib bir yashil daraxt bor deylar. Qaysi daraxt desam, kerakmi? Yo'q, boshqa yo'q. Umar Abdulloh ibn Umar hayolimga aytib kelgan bildim dedi, lekin uyaldim dedi. Andisha qildim. Xurmo emasmi degan, ha deb dadam qo'ldan ushlab chiqib, dadam meni aytgim keldi, Abu Bakr andisha qildi. Aytmaysanmi o'g'lim, falon narsa yaxshi bo'ladi. Subhanalloh. Masalan, xurmosi yo'q xonada ochib qolibdi degan. Xurmoning eng afzali qaysi? Ajva. Ajva shunda 7 don Madinaniki degan. Uchun mana bu yerda haramlar yonida arzon xurmolar ham bor, ajva 20-15 don. Bu Madinaniki emas-da. Madinaniki bo'lganda unda haligi sehr ham, zahar ham ta'sir qiladi degan xususiyat yo'q-da unda. Uchun Madinanikimi deb so'rash kerak edi. Madinanikimi deb. Madinanikini ta'sir oliy tomonnikini, yuqori qismnikini sehr ham, zahar ham ta'sir qiladi. Buni geolog olimlar aytishadiki, yuqori qismda magnit maydon juda ham kuchli deyishadi. Telefon bo'lsa signal o'ynab qoladi, magnit polya kuchli. O'shandanmikin sehr, zahar ta'sir qiladi. Alloh alam, Allohning ishi. Lekin masalan ajvani jannatning mevalaridan deganlar, tiryoq deganlar. Tiryoq degan zaharni kesuvchi narsa degan. Anka zahar. Keyin o'shaligi foydasi. Eng asosiy taomlar nima? Xurmo bo'lgan, uzun kasallan bo'lmaganlar, to'qqiz ayollari bo'lgan, sopol bo'lganlar, asosiy hamma jigar og'riganlar, jigarlarga hamma narsaga foydali. Yaqinda kattani haligisi Germaniyaga borib ketdi. O'sha aytib doktordan so'randi, professor, eng katta professordan so'radi. Nima qilish kerak, nima yeyish kerak desa, nima yeyishim kerak desa, "Знаешь, арабский финик". Arablar xurmosini bilasan, o'shani hamma yesa bo'laveradi. Hamma narsaga foydali. Rasulullohning asosiy taomlari mana shu narsa. Shu narsadan kech qoldilar. Endi qilaveramiz. Endi o'sha xurmoning hamma narsasi foydali dedik-da. Mana sizlarga buni hosil berishi iyulda oxirida pishib bo'ladi. Avgustda teri bo'linadi. Buni 1 yilda 3 tadan shox chiqaradi. Ziroat 3 tadan shox chiqaradi, keyin yoshi 40 yoshdan yuzadi. Afg'oniston zamonidan qolib ketgan xurmo yo'q-da. Ekkan joylari bor. Salmon Farisi aholisi o'sha joyga olib boraman. Faqat ekkan o'zining qo'llari bilan ekkan joylari bor. O'sha mintaqa bor. Lekin xurmo yo'q. Xurmo 1 kilo solganda o'sha 200 kilo, 300 kilogacha soladiganlari bor. 20 kilodan. O'zi shingil bo'lsa soladi. Asosan kutib olganda ham shingili bilan berishgan. Berez joyda. Quboni yon. Shuning uchun nomi ham beradi. Eliq degan xurmoning shingili degan. Eng yaxshi mevalari. Subhanalloh. Madinani Xurmozor vodiy deyiladi. Asosan Makkadagilarda tush ko'radilar, aytadilarki tush ko'rdim, tushimda Xurmozor vodiyning ichiga borayotgan ekanman deydi. Uritu dara hijratikum deganlar, hijrat qilib boradigan joyni ko'rsatildi. Keyin Madinaga kirib kelayotganda Qubodan oldin Asaba degan joy bor. O'sha yerda turib qoladilar. Abu Bakr Rasululloh o'ylanib qoldingiz desa, hali tushimda ko'rsatilgan joy-ku deydi. Allohu akbar. Yahud nima uchun yahudlar bu yoqqa kelib qolgan deymiz biz? Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza degan qabilalar bor. Ularga Madinada pishib qo'yibdimi deydingizku? Ularning kitoblarida oxir zamon payg'ambari sho'rlik Xurmozor vodiyning ichidan chiqqan. Madinada ko'p joy sho'rlikda. Suvlari ham sho'rlik. Illo aligini haligisi bor, Salmon Mazrat Usmon bor, Roma degan. O'shani ta'mi haqiqatan Zamzamga o'xshaydi. Ichida aligini sho'rlik. Da quduq, ha? Quduq. Hijrat qilib kelganlar, Makkadan hijrat qilib kelganlar, Madinada 20 dan oshiq quduq bo'lgan, buloqlar bo'lgan. Lekin birontasini ta'mi Zamzamga o'xshamas ekan. Zamzam ichib yurgan odam boshqa suv ichsa darrov biladi. O'g'illarim, "Dada, Zamzam tugabdi" deydi. Bu suv ichaver desam, Zamzam kerak. Zamzam ichsa qorni og'rib qoladi-da deylar. Ular ham sahobiylar ham boshqa suvlarni ta'mini uncha yoqmagan, xushashmaganda. O'rganish olmagan. Ruma degan quduqni o'sha ta'mi Zamzamga o'xshagan, lekin uni hali yahudiyni qo'lda bo'lgani uchun ba'zilar Bani G'ifor deydi.
Jumhur Yahudiy dedi. Bir siqim xurmoga sotar ekan. Haligi bir dona xurmosi bor-ku, bir dona xurmo topolmadim dedilar-ku. Bir dona xurmo topolmagan odamga bir hovuch xurmo katta pul hisoblanganda. Shu katta narsa bo'ladi. Ishi topolmadim deydi. Xullas o'sha joyda keyin masalan bular ta'minlash shu Yahudiy qaram bo'lmasa uchun kim Roma qudoni sotib oladi, unga jannat bo'lsin deydi. Allohu akbar. Keyin Usmonada men deb borib Yahudiy bilan savdolashadilar. Savdolasa boshqa sotgisi kelmaydi. Chunki qaynoq biznes to'shqada u. Hech kim birovga biznes to'shqasin nima? Bizda hozir anaqa menda rasul chiqayotganda, ana marjomay nimalar bo'lsa. Hech kim bermaydi. Yo sotmayman dedi. Keyin katta pul deyishdi. Mayli, yarmini sotaman. Katta pul 12 ming dirham. 12 ming dirhamga 10 mingta qo'y bergan o'sha zamonda. 10 mingta qo'ydi puliga bo'pti dedi. O'shanda ham bir kun seniki, bir kun meniki bo'la qolsin dedi. Usmonada aytdilarki, bizni navbatimizda dedi, musulmon qilishlar to'ldirib olinglar dedi. Hech kim uni navbatda suv olmay qo'yadi uni. Hech kim suv olmay qo'yadi. Keyin aytadi, "Meni bankrot qiling, bozorni kasod qiling. Endi qolgan yarmi olib qo'ya qol" deb 8 mingga jami 20 ming dirhamga sotib qo'ydim. Hozir yo'lga kirib o'tamiz inshaalloh. Subhanalloh. Yuringlar endi xurmo oladiganlar bo'lsa olib alik qilamiz. Bo'ldi.